Tak, yaqala yaxshilab o'tirib olinglar. Men sizga hozir yoshligimda top 5 da eng qimmat narsalardek tuyulgan narsalar haqida gaplashaman. Agar sizlarda ham shunaqa bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar, storiesga takoy. Birinchisi, mana bu suka Pringles chipsi. Men yoshligimda buni nerealniy qancha pul topish kerak odam Pringles yeyish uchun deb o'ylaganman. Chunki yoshligimda bu Pringles chipsi faqat elitniy magazinlarda sotardi, oddiy do'konlarimizda bo'lmasdi. Va buni yegan o'rtoqlarim faqat chet eldan kelgan o'rtoqlarim edi. Chunki takoy elitniy bolalar edi u ham. O'zim ham tan olishim kerak, men Pringlesni 20 yoshimda birinchi marta yeb ko'rganman. Assalomu alaykum. Ikkinchi o'rinda Nutella. Nutella men uchun shunchalik qimmat ediki, tasavvur qilsam, men uni birinchi marta больницада yeb ko'rganman. Ya'ni og'aynim больницаga tushib qolgan yoshligida o'shatga uydagilari olib kelib bergan Nutellani men o'sha yerda birinchi marta yeb ko'rganman. Uchinchisi duty free da sotadigan haligacha qimmat men uchun bu Toblerone degan shokolad bor-ku. Bitta savolim bor-da, uncha qimmat bu. Hozirgacha men aeroportda duty free dan o'tayotganda men shokoladni yonidan o'tib ketaman. Prosta xillab o'tib ketaman. Hozirgacha qimmat men uchun. 4-o'rin buni ismini ham bilmayman. Lekin yoshligimda bechni ko'rardim, o'sha elitniy magazinlarda sotuvda turishini haligacha ichib ko'rmaganman. Ichganlar bormi? Nima bu o'zi? Nima bunchalik qimmat bu? Men bitta narsaga javob beraman, men bu narsani umrimda men uchun tatib ko'rmayman ham, lekin bor. Savolda nima bunchalik qimmat bu? Nima ichida buni tilla suvmi? Nima bu? Eng qizig'i bu narsani hech kim qo'lida ham ko'rmaganman-da. Buni oladigan o'zi milliarderlar bormi buni? Давайте mana shu videomga 50 mingta like qilsanglar, men suku любой hozir bankka borib turib kredit olaman, men shokolad sotib olish uchun. 5-o'rinda bu narsani ismini ham to'g'ri ayta olmayman-da. Ferrero Rochermi, Ferrero Rochermi, nima qaysi biri bu? Yoshligimda shunchalik nerealniy qimmatdek tuyulardi. Bu narsani biz ustozlarimizga 1 yilda 1 marta berardi, ves maktab bilan tashishib. Komissiya ham tashishardi biz bilan. Esimda bor, onam ishxonalardan mana shu Ferrero Rocherni sovg'a qilishganda, onam 3 yil ochmaganlar buni. 3 yil tegmaganlar ham. Prosta stolda turardi, to'shda unas bizda Ferrero Rocher bor, yangi yilda turardi, u Ferrero Rocher. No ochilmasdi. Bilmayman nimaga ochilmasdi, u ochilmay chirib ketdi ham. Xullas, patsanlar, nimadir qolib ketgan bo'lsa, bilmayman, balki esimda yo'qdir hozir. Qolib ketgan bo'lsa yozib qo'yamiz, videoga esa like bosib yuboring. Paq! Voy. Tuzumsan? Normalmi? Zo'r. Ma'muriyatchi. 2. Tayyormisan? Fight! Adama. Nima qilyapman bu yerda? Okey, men bilmayman, hozir hammasini tushuntiraman sizga. Okey, okey. O'zi keldi. Tushunmadim. Qayerdaman? O'zing kelding, polvon. Nima xohlosda menda? Meni pullarim qani? Qanaqa pul? Men qayerdaman o'zi? Bu yanagina pul. O'ldirib yubordim. Nima? У Курского вокзала. O'tirish bu. Doda? Nima doda? Shuncha pensiyalarimni berib o'qitdim. O'tirishingni qara. Nima bu? Червонец золотой. Подайте Христа. O'rtoq, Вот господин. men точно bugundan tashlayman. А рядом Shu rahmatli dodam ko'zimga ko'rinyaptilar. цепочка золотая на брюхе у него. Цепочка золотая на брюхе у него. Ой, докатился. Ushab tur, faqat qo'y yuborma.